ko'rayotgan obunachilar, bu videoni kvartirasini sotib, yer olaman deyotganlar jo'natib qo'yasizlar. Lekin bizlar yer emas, qurilish bitmagan hovlini ko'rsatamiz. Yerni puli, hovlini ko'rgansizlarmi? Birgalikda obzor qilamiz. Mana kirish darvozaxonamiz Evrostilga qurilgan, 2 etajli. Bu tarafda shunday navis qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Bismillah. Balangina qilib qurilgan ekan. Pishirg'ish. 2 qavatli. Bu kirish hovlimiz. Oshxonamiz, hovli plitadan yopilgan ekan. Yana bitta xonamiz, radiativ qilib qo'ysa ham bo'ladi. Sanuzelimiz va hojatxonamiz. Razdelniy ekan. Uyimiz balangina qilib tayyorlangan. Bu tarafga bitta xonamiz. Mana mehmonxonamiz podvalli qilib qo'yilgan ekan. Pastga ham mana bitta uy qilib olsa ham bo'lar ekan. Meni ikkinchilarga bitta xona, mana katta zalda sanuzel. Bitta xona. Ham katta xonamiz. Manzarani. Mana yangi qurilayotgan domlarimiz, sharsharani, kottejlarning orqasiga joylashgan. Adresga mana buradan aytib ketdim. Yangi bitta xonamiz. Manzarani qarang. Bog'ni qarang. Balkonimiz. Balkonga chiroyli qilib tayyorlangan ekan. Bu hovlimiz 6 sutiga joylashgan, 10 ta xonadan iborat, pishirishdan qilingan. Real narxda obunachilar uchun 35 mingga so'rayotgan joyga 25 ming savdo qilib qo'ydik. Real narxga real narx beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qiling, shoshilib qolinglar.